konuşmay turing, magazin kirib chiqay. Ha, Dilnoza opa, boydan beri suv ichib yotibsiz. Bitta dietolog bilan gaplashgan edim. Ozish uchun kuniga 4 litr, 3 litr suv ichish kerak dedi meni vesimga. O'shaning uchun o'tirib ichib olaylik. Dilnoza opa, bir ko'targanda yarim litr suvni ichib tashladingizmi? Shu to'g'ri deb o'ylayapsizmi? Qarang, suv ichishda ham o'zi asli qonun qoidasi bor. Har bitta ayol kishiga suv buyurilishidan oldin uni mizojini aniqlash kerak. Har 35-40 yoshdan oshgan ayollarni o'zi mizoji sovuq mizojga qarab tortib ketadi. Sovuq mizojli ayollarga suv buyurilsa, agar ular 2-3 litrgacha kuniga suv ichsa, u tanangizni ozdirmaydi. Nabortagi sizni tanangizda shishlar paydo qiladi. Oyoq qo'llar shishishni boshlaydi, qo'llaringiz, ko'zlaringiz atrofi shishishni boshlaydi. Sizni ozdirish o'rniga nabortaga ishib ketishingizga hissa qo'shib qoladi. Shuning uchun har bitta suvni ichishdan oldin o'zingizning mizojingizni aniqlab olishingiz kerak. Agar sizda ham shunday muammo kuzatilayotgan bo'lsa, suv ichish nabortaga ozdirib emas, sizni semirtirayotgan bo'lsa, demak siz suv ichishda xatoliklarga yo'l qo'yyapsiz. Suv ichish uchun avval mizojingizni aniqlashimiz shart. Agar sizni mizoj aniqlash bo'yicha ilmlar qiziqtirayotgan bo'lsa, meni 5-may kuni yopiq Telegram kanalimda bo'lib o'tadigan bir kunlik vebinarimda bu mavzu to'g'risida batafsil gaplashamiz. Yopiq Telegram kanalimga qo'shilish uchun kommentariyaga suv so'zini yozib qoldiring.